Assalomu alaykum hurmatli ahli Instagram 77-seriya. Ikki xonali xonani hozir avzorga kelganman. Hozir shogirdcha aytayaptiki, balkoni ham bor-ku, buni 3 xona deymiz deyapti. 3 xona bo'lmaydi. Bu ikki xona, prosta 6 metrlik balkoni ham bor, plus kuxnisi alohida bo'ladi. Mana shu nima ko'ryaptilar, hammasi qoladi. Qarashing, mana shu kattagina bitta zali. Eng qizig'i bu xonamizda duxkonturli kotel turibdi. G'ishtli, kirpichlik dom. Plus 8 tami 9 tami batareya sanadim shu yerga. Mana shu eshikdan kirganda, tashqari eshikdan kirganda bir xoshqa zona bo'ladi. Bu yerga garderob, shkaf qilsa ham bo'ladi. Ana endi bitta kattalar uchun yotoqxonani ko'rsatasiz. Bu qarochi kattalar uchun yotoqxona, batareyasi eng qizig'i shkaf o'ziga bor, bitta do'xpani divan qo'yish kerak. Mana shu katta batareya issiq, plus bu yerga davlatniki ham bor, mana davlatniki ham bor, yana o'zlarini ikki do'xontirli katyolari ham bor, alohida turibdi. Rishotkasi bor, har bitta xonasiga trezasi bor. Ana endi ayollarimiz yaxshi ko'radigan bitta kuxnini ko'ramiz. Bu kuxni hamma mebel jihozlari bor. Mana bu yerga gaz plita, mana bu stranlini joyi, duxovkachi ham turibdi, rakvinni, vitishka sensorni turibdi, eng qizig'i sensorni turibdi. Keyin mana shu yerga o'tirib yeydigan joy qilsa bo'ladi. 6 metrlik mana shu verandasi, batareyalar issiq bo'lib yotibdi. Mana shu kvadrati taxminan 62-65 kvadrat bo'ladi. Narxi ham 62 ming, yana ozgina savdosi ham bor.